Nima u qizim? Toshbaqa. Qani qo'lingga o'chi? Tirnaydi lekin. Tirnaydimi? Hı? Qayerdan olding buni? Mavega yurgan ekan. Qani qo'lingga o'chi? Tirnaydi. Tirnamaydi, u sani qo'lingni ko'rsa darrov nima qiladi? Kalasini tiqib oladi. Voy, qani? Qo'lingni qo'ysang tishlaydi bu. Bildimi? Nima qilasiz uni qizim? Boqasizmi? Satilchaga solaman. Satilchaga solib boqasizmi? Ha. Bu hamma haligi ekkan narsalarimizni yeb qo'yadi-ku. Pomidor ekdik, bolgarskiy ekdik, qalampir ekdik. Qo'ymayman. Ha. Lekin toza nima satilga o't so'yib qo'yaman, keyin yeydi bu. Faqat o't berasizmi? Ha. Sabzi, kartoshka bermaysizmi? Beraman. Nima haligi toshbaqa o'zi nima yeydi? Chuqur kallasini. Nima qilibdi chuqursa kallasini? Urmoqchi bo'ldi. Urmaydi ana unday qo'yamiz. Mana o'zi chiqib keladi. Nega chiqardingiz? Qarang. Urmaydimi? Yo'q, nima uradi? Aytuvdingiz-ku. Tishlaydi, qo'lingni qo'ysang tishlaydi qizim. Mana qarab, ketishini qaraman. Kelishini Ketyapti. qara. Bu o't yeydi bu. O't yeyishga ketyaptimi? Nimaga ketyapti? Qoch. Ko'ramiz qayerga boradi. Qolib keladi dada. Mana meni bezga boradi. Tegma. Tegma qani qayerga boradi? Ko'raylikchi. Qayerdan kelib qoldi ekan? Agorotni ichidan chiqdi dada. Agorotni ichidan chiqdi. Bu toshbaqalar faqat berkinishni yaxshi ko'radi. Ana qara. Berkinishga ketdi bu. Ha.